Fotin kitob muallifi Fotima Sharofiddin. Tarjimonlar Oybek Ne'matulloh va G'iyosiddin Habibulloh. Birinchi qism. Fotin o'sha kunni yaxshi eslaydi. Ota-onasi taksida uni qishloqdan Bayrutga olib ketishardi. Aniqroq aytganda, Talyat Hayat tumani Televizion ko'chasiga. Mashinada radio ham yo'q, yo'l esa tugaydi emas. Hech kim gapirmasdi. Dengiz qa'ridagi kabi sukunat hukmron. Fotin qo'rqayotgan edi. Ko'chalarda urush va portlash ovozi eshitilib turgan shahar uni qo'rqitardi. Yangi hayotida uni nimalar kutayotganidan, noma'lum kelajagidan qo'rqayotgan edi. Janubdagi tog'li qishloqdan sohil bo'yi tarafga ko'chmoqchi edi. Yo'llar burilishlar, o'ngga, chapga, tog'lar va vodiylarning chiroyiga tikilib borardi. Dengiz ko'rina boshladi. Cheksizlik edi go'yo. Taksi dengizga yaqinlashib borib, sohil yo'liga tushib oldi. Fotin dengizni birinchi marta ko'rishi edi. Juda ham katta bo'larkan. Mashina eshigini ochib dengiz tomon qochib ketsa nima bo'ladi? Qirg'oqda yalang'oyoq yugursa bo'larmikan? Qumlar issiqmi yoki sovuq? Qum ustida tursa oyoqlari daraxt ildizdek unga botib ketsa-ya? Dengiz to'lqini. Fotin to'lqinlarni kesib o'tishni o'ylar edi. Yenga olarmikan uni? Yoki to'lqinlar yutib yuborarmikan? Hoy Fotin, bas qil, yosh bolaga o'xshab yig'layverma, degandi otasi mashinadagi sukunatni buzib. Ortiga o'girilganda qizining yuzi ko'z yoshdan ho'l bo'lib ketgandi. Uzun qora sochlari biroz to'zib, yuziga yopishib qolgandi. Ha, men yosh qizaloqman, deb hayqirgisi keldi. Yoshim 15daligini unutdingizmi? Uyga qaytishni, sizlar bilan birga bo'lishni, kasal bo'lganimda onamning yonida yotishni xohlayman. Xafa bo'lganimni ko'rgan onam meni quchoqlashini xohlayman. Sochimni tarab qo'yishni, kiyimlar tikib berishini xohlayman. Ko'chamizdagi qo'shni qizlar bilan sayr qilishni, gaplashib o'tirishni, o'ynab kulishni xohlayman. Yong'oq uzib olib, po'stlog'i bilan lablarini qizartirishni xohlayman. Buloqdan idishga suv to'ldirib kelishni xohlayman. Men yosh bolaman. Ha. Lekin Fotin otasiga indamay olmadi. Nazari bilan ham ma'lumot qilishdan cho'chirdi. Mashina oynasidan yo'lga tikilgancha jim ketaverdi. Bayrutning shimol tarafiga burilishdi. Fotin xotiralar og'ushida edi. Qishloqda o'tgan bolaligini esladi. Bugungacha nimalar bo'lgani hammasi xayolidan o'tdi. Bo'shliqdan boshqa hech narsa ko'rinmasdi. Tug'yonlari qalbiga ko'milgancha qolib ketdi. Shaharga yetib kelishdi. Bayrut, baland imoratlar, ko'p binolarda o'q izlari bor edi. Qarang, urush Bayrutni nima ahvolga soldi-ya, dedi haydovchi sukunatni buzib xo'rsingancha. Jangarilar Bayrutning hamma tomonini bombardimon qildi. Xudoning o'zi saqlasin, dedi Fotinning onasi. Qizining sochini silagan ko'yi urush oqibatlaridan uzoq bo'lishni so'rab ichida duo qilayotgan edi. Mashina baland bino oldida to'xtadi. Onasi yumshoq ohangda Fotinga taskin berdi. Jonim qizim, umidimizni puchga chiqarma. Ukalaringni boqishimiz kerak. Ahvolimizni o'zing bilasan-ku. Endi mashinadan tusha qol. Yangi hayotingga kuchli bo'lishing kerak. Bu 1985-yilda bo'lgandi. Fotin 2 yildan beri Zayn oilasi uyida xizmatchi edi. Oilada janob Osim, Savsan xonim, qizlari Doliya va Sahar bor. Fotin 2 yil ichida onasini 3 marta, 2 hayit kunlari va bemor tog'asini Bayrutdagi shifoxonaga olib kelganlarida ko'rdi. Otasi har oyning boshida kelar, u kelganda yaqiniga borgisi kelmasdi. Otasidan xafa edi, ko'ziga ham qaramas, eshikni ochganda ro'para kelib qolsa, o'pib ham qo'ymas edi. Uy egalaridan Fotinning ish haqini olib ketarkan, ketish oldidan chuqur nazar bilan qiziga qarab qo'yardi. Bu qarashlar qizning suyaklarini teshib yuborar edi. Bu bilan bu pul bizning haqqimiz, sening oldingda esa hamma narsa muhayyo, deyotgandek tuyulardi. Onasi bilan oyda bir marta telefonda yarim soatgina gaplashadi. Qishloqdagi yaqinlari bilan va ukalari haqida so'raydi. Ona, sizlarni juda sog'indim. Uyga borgim kelyapti, deydi. Qizim, sabr qil. Hozir imkoni yo'q. Bilasan-ku, oz qoldi, deydi onasi tasalli berib. Onasining mehribonligi sabr qilishga undaydi va umid berishi Fotinning bu mashaqqatlarga chidashga sabab bo'ladi. Fotin tushdan keyin ishlarini tugatib, oshxona peshayvoniga chiqadi.
o'tgan-ketgan mashinalarni kuzatarkan, nigohi to'q qoq rangli Mercedesda to'xtaydi. Mashina sekin yurib, ro'paradagi uyning avtoturargohiga kiradi. Mashinadan bir yigit tushadi. Yigit har gal mashinasini qulflash asnosida Fotining tabassumiga boshini qimirlatib javob qaytararkan. Uning qalbiga qanchalar surur olib kirganini ehtimol payqamasdi. Balkonda turma deb senga 100 marta aytganman. Gapni tushunasanmi o'zi? deya koyib beradigan xonimning o'qrayadigan nigohiga yo'liqmaslik uchun Fotin tezgina ichkariga kiradi. Uning biroz ko'ngli yozayotganini ko'rish uy bekasining urishib berishiga, idish yuvish, biror narsa pishirish yoki xayoliga kelgan boshqa biror ishni buyurishiga yetarlicha sabab degan edi. Fotin oq sariqdan kelgan yigit bilan ko'zlari to'qnash kelganda baxtiyor bo'lib, torgina xonasiga qaytadi. Uni bir necha oydan beri kuzatib yursa-da, haligacha ismini bilmasdi. Qarshidagi uyga yaqinda ko'chib kelishgan. Yigitni ko'rgan on chiroyli yigit ekan deb ko'nglidan o'tkazgandi. Ertasi kuni oshxona peshayvonni tozalayotganda musiqa ovozini eshitdi. Ovoz qayerdan kelayotganini ko'zlari bilan qidirib topdi. Ro'paradagi uyda o'sha yigit boshini pianinoga egib olgancha kuy chalardi. Shu kundan boshlab Fotin uning hamma harakatini kuzata boshladi. Ertalab soat 7da turadi. Onasi bilan qahva ichadi, meva yeydi. Soat 8da sumkasini ko'tarib chiqadi. Avtoturargohdan mashinasini olib tezgina haydab ketadi. Ko'cha oxiridagi muyulishdan so'ng ko'rinmay qoladi. Yigit tushdan so'ng har xil vaqtda uyga qaytadi. Fotin bu paytda oshxona balkoniga bog'lanib qoladi. Mashinaning ko'rinishini intizor bilan kutadi va borib kelaveradi. Nihoyat u qaytib yana avtoturargohga kiradi. Xonasida yurganini, buyumlarini tartiblayotganini kichik derazadan maroq bilan kuzatib turgan ko'zlarini u qayerdan bilsin? Bir ko'rinib, bir ko'rinmay qoladi. U yoq bu yoqqa o'tadi, pianino chaladi, hammasini Fotin kuzatib turadi. Uni ko'rganda yuragi o'ynab ketadi. Xayrida yigitning hayotini chizadi. U ota-onasi bilan yashaydigan yolg'iz farzand. Boy oila, universitetda ishlaydi, biznesni boshqarishdan dars beradi. Bir kuni yigit yotoqxona pardasini yopishni unutdi. Fotin uning kitoblari va bir uyum qog'ozlarni berilib o'tirganini orqa tarafdan tomosha qildi. Yigitni yashirincha kuzatgan vaqtlari esa eng go'zal lahzalar edi uning. Bu onlarda biroz ozodlikni his qiladi. Yigit esa Fotin his qiladigan uzla devorlardan tashqarida yana bir ko'rish haqidagi o'ylar har tong o'rnidan turib, yangi kunni boshlashga kuch beradi. Fotin uni yaxshi ko'radimi yoki hayotni davom ettirishga yordam berish uchun uni o'zi o'ylab topganmidi? Buni bilmasdi. Karavotga yotarkan g'ijirlagan ovoz eshitiladi. Maktabda o'qiydigan o'qish kitobini qo'liga oladi. Bayrutga majburlab olib kelishayotganda bildirmasdan olib olgan edi. O'zi yoqtirgan betni ochadi. Davolash haqida topshiriq aks etgan bu sahifaning boshqa betlardan alohida ajralib turadigan jihati yo'q esa-da, gap bo'laklari ostida kelgan rasm qiziq edi. Rasmda bemor shifokorga mehrli va minnatdor qiyofada qarab turadi. Bu hislarni Fotin shu yerdagi arzimas hayotida yo'qotib qo'ygan edi. Rahmat, iltimos, yaxshi bajarding kabi so'zlarni juda kam eshitardi. Unga doim buyruq ohangida gapirilardi. Xizmatkorga chiroyli muomala qiladigan va minnatdor bo'ladigan oiladagi yagona odam 9 yoshli Sahar edi. Kitobdagi rasmga 2 yil davomida ko'p bor tikilgan. Fotin o'z taqdiri haqida qaror qabul qilgan edi. Shifokor bo'ladi. Bir kun kelib, albatta shifokor bo'ladi.